GAK Ayon i60 mashinasiga ko'rishingiz mumkin. O'zini parogini uстановка qilib beramiz. Bu tomon bo'ldi. Endi xudo xolasa hozir bu tomonni ham joylashtirib olsak, akamizga aytgan ekan, o'ziga biriga bir tushadi deb. Ishoningizda, umuman biriga bir tushmas ekan. Polnisda perdelka ishlarini bitar ekan. Ustalarga maslahat. Bunaqa parok kelsa, perdelkani hisobga olaydi. Ko'rishingiz mumkin, birzgaklarini ham chiroyli qilib kimga shunaqa xizmatlar qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Joningiz sog' bo'lsin.